Amal loyiham bu aqlli uy modeli bo'ladi. Bu yerda hammasi chiroqni o'chirib yoqishi, fontan hammasi bitta pult bilan boshqariladi bu yerda. Mana shu pult orqali bemalol bu uylarni mana bu yerga tarragini yoqish, misol uchun fontanni o'chirib yoqish, mana shunaqa ishlar bajariladi. Bu hammasi bitta mana bu sxemaga yig'ilgan bo'ladi. Bu o'zimiz yasalgan bo'ladi. Mana shu bemalol pult orqali boshqarsa bo'ladi. So'ng pult bilan fontan yoqib o'chirsa bo'ladi. Fontan to'g'risizlar? Bo'ladi, suv olib ketadi. Mana. Pultda fontan Hamki garaj ham qilishadi. Bitta garaj bo'ladi. Keyin mana ikkinchisi bilan bemalol uylarni ichidagi chiroqni o'chirib yoqsa bo'ladi. Bu yerda mana boloxonada oshxona, boshqa bu safar ventilyatorlari bo'ladi oshxonada. Bu yerga endi stulchalar qilib. Hali oxirigacha yetkaziladi oxirigacha. Keyin ikkinchisi bilan bemalol uyi tashqaridagi chiroqlarni o'chirib yoqsa bo'ladi. Atrofda o'chirib yoqiladi. Mana. Ko'ryapsizmi? Ularni qayerda saralab qolib o'tiramiz. Ko'ryapsiz. Pultda. Keyin bilan o'sha mana keyinchisi bilan tegidagi mana uy ichidagi bemalol mana bu oshxonada bo'ladi. Dog'lar, naqalar chiqib ketish uchun direkt mana yana ishlar. Ventilyatsiya tizimi bo'ladi. Mana hammasi pultda konditsioner hamma turadi. Pult qo'yadilar. Tok tishlaydigan bu narsani. Keyin bu yoq ichidagi mana tashqaridagi supadagi ham tegida o'zini anaqasi bo'ladi. Ventilyatori. Letni anaqa o'tiradigan joy deymizmi shunaqa. Bisetkasi. Bu yoqda hali ishi bitmagan. Kreslo mayda ishlari qoldi. Keyin bu yerda yana garaj bo'ladi. Buni eshigi ham mana shu pult orqali bemalol ochib yopilib ishlatiladi. Bitta mana ish tamom. Bu yoqdan polni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Mana shu o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Bemalol mayda olsa garaj ham Garaj bo'ladi. Asosiy og'ir joyi bo'ldi. Tomi qoldi. Bitta garaj, keyin dekorlari qoldi. Tomini qilib qo'ysalar, o'zlari endi berib olamiz. Dekorat bir kun dekorat maktabda qilsak, mana kechagi bitta video rayhonni tashlamadi, o'shani tashlab demak bo'ldi. Savollar bormi? Suv bilan hal qilish gidravlika fanlari munosabat gidravlika ham mana bor, elektrotexnikasi ham bor. Va Texnik ijodkorlik ham. qishloq xo'jaligimiz ham bor, maysalar mana o'sha yoqda. Bu ham texnikaga kirib ketadi. Bularning proyektlari bilan ham bularning proyektlari ulangan. Induksiyon sho'chib turadi. Ana o'sha sxemani ham bu bilan bog'lovli tomoni bor. Dars o'tganda ham bog'lab ketsangiz bo'ladi. Bu loyiha bilan u loyiha bog'lab o'tib ketsa bo'ladi. Landshaftlar degan mavzular bor. Mana qilib suv qo'ydilar. Savollar bor bu masala bo'yicha. Uchinchi stendimiz